Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, pritsep ishqibozlari, perdelka pritsepimiz dolasi tayyor bo'ldi. Pritsepimiz risollari. Traktor teleskasini risoldan qo'ydik, 6 talik risol qo'ydik. 6 talik risol qo'yganmiz, baqvatliklar juda ham baqvat. Broy turbadan tayyorlab, broy turba qo'ydik. O'slarni broy turbadan qilib amortizatorlar qo'yildi. O'zini risollari pritsep risol bo'lgan. Kichkina ixcham pritsep risoldan qo'yilgan ekan oldingisiga rossiyskiy risollar. Mana o'zini risoli mana bu holatda bo'lgan. Mana bunaqa risol qo'yilgan ekan. Bu mana uzilib ketgan, bu o'rtasidan bo'linib uzilib ketgan risol. Jumongni kamoniga o'xshab uzilib ketgan ekan bu. 4 ta risol cho'rt uzilib ketgan. Biz traktor teleskasini risollaridan qo'yib berdik. Yuk ko'tarsin deb. Yuk ko'taradigan risol xudo olasa. O'slari rossiyskiy broy turbadan, stupitsasi o'ziniki juda ham baquvvat ekan, o'zinikini qo'ydik. Broy turbamizga mos. Mana o'zining stupitsasi. Mana bunaqa sirg'alar bilan turtgan. Addish o'rislab va ishlab qo'ygan shunaqa narsalarga. Rossiyada Alko degan pritsep zavoddan chiqqan ekan bular. Xudo olasa pritsepimiz 2 tonnaga olaveradi, qiynalmasdan. Risollarimiz ham tiniq risollar, amortizatorlari ham o'ziniki tiniq turibdi ekan. Stupitsalarni to'kirga qirdirib tayyorlatdik uni. To'kirga qirdirib tayyorlatib, o'rnashtirib qo'ydik xudo olasa, razmerlarni keltirib. Mana bu narsalar ham shiviller bo'ldi. Shivillerdan qo'yib berdik. Birkalari ham bor ekan pritsepimizda. 750 kg, 710 kg. Shunaqa perdelka ishlar bo'lsa, ekranga nomer qoldiramiz, aloqa chiqaverasizlar. Shunaqa risollar almashtirib, baqvat risollar qo'yib beraveramiz. Mana bunaqa sinov risollarni olib tashlaymiz. Ekranga nomer qoldiramiz, aloqa chiqaverasizlar. Like esdan chiqmasin, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.